qochyapsan-da. Sen kimsan? Mana shu yerda borku, mana shu yerda mana o'tirgan borku, bolalar ham bor edi borku. Kecha ham kiryapsan, qochib ketyapsan, kiryapsan, qochib ketyapsan. Naxu bilan o'sha kirdingmi? Xo'p, eshit naxu bilan bo'lmasa. Mana bugun ham kiryapsan bilan qaytib kirishing mumkin edi. Boshqalar jim turib turinglar, pabratiski. O'zingni fikringni bildirib oldingmi? Endi eshit naxu bilan. Qani, seni gaplaring faqat balabalizm bo'ladi. Bir fakt yo'q, asos yo'q. Bir davoing yo'q, jalab, minor orqasidan chiqyapsan, zombi jalab. Men bunaqa gaplaringni jalab 5 yildan beri eshitaman bunaqa gaplarni. Davo yo'q, necha yildan beri o'ldirib ketaman, pichoqlab ketaman deganlarni ham jalab destvasi yo'qligini bilaman men naxu. Hali ham nafas olib men senga gapirib turibman. Hech kimdan qaytmayman, senlarning destviing yo'q naxu. Toshkentga kelganlar ham gapiraman gapingni bo'lmadim, eshitmadi bilan. Masan oxirgi gapirib sen chesting yo'qmi eshit. Og'zingga qo'tag'in, mana eshit suka. Agar senlarga sen undagaring bilan unday gaplashasan, gandon bilan. O'zini fikringni eshitmaysanmi? Bizdabol bilan. Kelinglar bitta savol berib, savollarga javob bersalaring-chi. Ertalab Kuba brat, mana qarang, men bu yerda savol javob shart emas. Bu baltun jala vaysashdan to'xtamas ekan bu gandon. Men bunga gapimni aytayapman. Kuba brat menga telefon qilganida, kimlar haqida gap ochildi? Zombilar haqida gap ochildi. Ya'ni menga 5 yildan beri kommentariyallarimga kirib, so'kinib, minorsani siskadi, minorsani u qiladi, bu qiladi degan gap ketayotganda, men hammasini degan terminni ishlatdimmi? Yo'q biladi. Nima dedi? Yiban biladi. Kimga erta o'qiyapsan biladi. Hayfosnik biladi. Hayf ishlashdan boshqa narsani bilmaysan biladi. Yiban biladi. Hammasini siskaman deyish. Mikrofonni o'chirib turing, men gapirib olay. Mikrofonni o'chirib turing, bu keyin gapiraveradi bu baltun. Hozir Roman emas, siz Instar mayli gapirasiz. Keyin Roma gapirganda siz qo'shilmay turasiz. 5 minut gapirasiz. Ha, bo'ldi. Bu baltunni nima demoqchiligini bildim, qarang. Bu baltun menga aytayaptiki, sen deyapti, hamma muxlislarni sikaman deding, u yoq deding, bu yoq deding deyapti. Mana siz mana o'sha yerda turgan inson sifatida vaziyatga baho bering. Zombilar haqida gap ochildimi? Zombilar mana o'sha yerda chatda har xil negativ gaplar yozayotganda menga aytdingizmi? Men o'shaning uchun hammasi degan terminni ishlatganman. Men bularga jalab hamma muxlislaring mana shu respublikada bor kiming bo'lsa, kim qaysi muxlising bo'lsa sikaman degan gap emas. Iminda mana shu menga so'kinib, mana oilamdan ketayotgan, otam, onamni haqorat qilayotgan, minor uchun stoyga turayotgan zombilarni men so'kkanman va haligacha o'sha prinsipimda qolaman. Sen zombimisan, jajding bo'lsa, bemalol kel, senga eshigimiz ochiq har doim naxu. Spros olmoqchi bo'lsang, spros ol bemalol. Jajding qolib ketgan bo'lsa, ke yuzma-yuz gaplash, hech kim sendan qochmaydi. Uzrep yangiliklaringga qarasam, Instar qochma. Unaqasi tarixda bo'lmagan. Instar kimdandir qochib ketgani. Instar quvlagan faqat, quvlagan. Ikkinchidan bu aytayotgan gapi sen sikaman deding deyapti. Bu geylar o'ziga siras to'g'rilayapti jalab. Gey, ana streamdagi gey ham o'ziga to'g'rilayapti jalab. Mana sikaman deyaptimi? Qaysi pozada sikarkan meni? Men endi geymikin u jalab, meni qanaqa sika? Jalab, ko'chada sikaman degan gap ishlatilganda jalab, siras galoboylarni temasi ketmaydi jalab. Sikamanni ham jalab har xil jalab obrazovaniyalari bor naxuy. Moralniy sikish bor, umrini sikish bor jalab, stressga tiqib sikish bor. Men shunaqa qilib sikkanman har doim. Bundan keyin ham shunaqa sikaman. Jalab sikish deganda jalab erkak kishini jalab to'nqaytirib jalab sikiyotish jalab nazarlaringga ani keltirmalaring naxu. Galoboymisan jalab, kutmisan bilmayman, xuyo знаю. Mana ikkinchi keltirayotgan argument. Uchinchidan bu menga aytdiki, sen pizda bo'lsan, sen balo bo'lsan, baltunsan, faktlarim bor, faktlarimni keltira olmasam dedi, sendan uzr so'rayman dedi. Mana kirganimga где-то yarim soat bo'ldi. Nixuya hech qanaqa bir fakt yo'q, hech qanaqa bir nimanidir isbotlab beradigan narsa yo'q, jalab bo'ldi, uzrini so'rasin bu. Agar uzr so'ramasa balo bo'ladi. Bo'ldi mana shu gap. Endi Roma, siz noldan gapirib tushuntiring, nimaga siz Instar sizdan qochib yuribdi deyapsiz, degan ekansiz. Siz hech kim gapirmay tursa, endi Romani eshitamiz bo'lar. Kuba brat, assalomu alaykum yana bir marta. Va alaykum. Brat, короче, bu brat, короче, mana bunday bo'lyapti. O'ziz bilan gaplashgandim men. Bu bilan короче, men normalni gaplashmoqchi edim. Keyin kecha короче, bu kiryapti, nima dedi, efirga kirib chiqib ketyapti. Men aytayapman, efirga kir dedim. Sen deyapti, buyrug'ingni ukangga qilasan deyapti.
Keyin короче o'zi anaqa bo'ldi. Men bunga nima deb buyruq qilganim yo'qman. Men bunga normalniy gapirdim. Men bunga keltiradigan faktim, menga qara, ey dalbayob, ko'chada bo'ladimi, boshqa joyda bo'ladimi, u sikaman degan u sani tilingdan chiqqan biladi, dalbayob. U hamma joyda degan, hammangni og'zingga sikaman, hammangni deb gapirgansan. Undan keyin men kecha VPN'im ishlamay kirolmay qolgan paytim, kirolmay qolgan paytim. Undan keyin men kirdim. Kuba bratam ko'rdi. Men normalniy kirdim. Undan Kuba keyin brat ko'rdingizmi? Kuba to'xtab tur biladi. Endi to'xtab tur naqo'y endi. Gapirib O'sha olsin, paytda sen gapiramiz. aytgansan. O'sha paytda sen aytding. Короче, bolalarga aytgansan, men o'sha kuni qizishib ketdim. Короче, hammang deb yubordim. Bilaysan nima deydi? Tufugingni yalab olyapsan. Bu ikkinchidan. Sen ey dalbayob, qaytaman to'xtab tur javob naqo'y qaytdim biladi. gapimni. Yandon biladi. Endi sen eshit naqo'y biladi. Eshit naqo'y biladi. Eshit naqo'y biladi. Keyin sen onasidan ketyapsanmi? Onasidan ketding. Onasidan ketishini nima deb bu? Dalbayobmisan biladi. Chesti yo'q biladi. Eng ojiz nima deydi? Erkak kishini, mana bu so'zi qolmagan paytda eng ojiz erkak deb hisoblayman biladi. Sani uyingda qanday tarbiya berishar bilmadim. Bizda mana shunday chesti yo'q odammi? Короче, onasidan ketadi biladi. Onasidan ketdingmi? Qanina qo'y biladi. Sen onasini borib qilib kelganing dalbayob biladi. Men senga paradoksni orqasidan chiqdim deganim emas bu. Paradoksni orqasidan chiqdim deganim yo'qman men senga. Yo, minorni orqasidan chiqdim deganim yo'qman. Seni gapingga so'rab oldim dedim men senga. Sen onasidan Nimani ketib, so'rab sen olding? Qo'tag'imni so'rab oldingmi? qo'tag'i eshitda qo'y, 10 ming kilometrda o'tirib olib qo'tag'imni so'rasanmi? Instar sizga zamechание. Gandon, Gapirib eshitma olsang, qo'y keyin endi biladi. gapirasiz. Bitta-bitta gapirmasalaring, Sen o'zi ertalabgacha bo'ladi muhokamalaring. Gapiring, Roma, eshitamiz. onasidan ketib, sen nima dedi? O'sha qila olmagansan biladi. Pizda bo'lsan, onasidan ketib, sen onasini borib qila olmagan pizda bo'lsan, sen. Mana men senga keltiradigan fakt. Ikkinchidan sen naxuy senga emas naxuy biladi. To'rtta nima deydi? Dalboyob kirib seni anonimga yozsa, bular hammasini gapirish senga emas naxuy biladi. Seni o'zing biladi. Mana Viktorda o'zini nima deydi? Aqli bor, anaqasi bor. Viktor bilan bo'ladigan problemaga sen naxuy aralashgansan. Ukamsan. Biladi, ukangni nima deydi? Qo'pol qilib aytganda, tualetga kirib, sen asbobini ushlab turmaysan. Dalbayob biladi. Sen o'zing nima deydi? Xayf xohlayapsan biladi. Yana ertak bu, ertak. Biladi, menga kirib yozyapti biladi. Bu naxu biladi, ertakku yiban biladi. Hamma ko'rib turibdi. Senga bu yoqqa o'tirganlar, bu yerda o'tirganlar senga biladi, yosh bola emas naxu. Dalbayob hamma ko'rib turibdi biladi. O'zing xayf xohlayapsan biladi. Yiban. Nishat xayf xavfsizroqi aytib turibdi-ku. Birdana So'rayinchi To'xtanglar, bu ikkalasi gaplashib olsin, bolalar, oldindan uzr. Yo'q, bo'ldi. Daqiqaga gapirib yubordi-yu, bu bo'ldimi? Gaping tugadimi? Gapingiz tugadimi, Roma? Qarang, gapingiz tugadimi? Bo'ldi. Bo'ldi, endi Instar gapiring, sizni eshitamiz. Bir mador aytib beraman hamma gapingga. Men kimni onasidan ketgan bo'lsam, qara, onasi uchun kelib yolg'ondakan video olib, yo'lda surib yuborgan odam pizda bo'ladimi? Uyingga borib buzib tashlayman degan odam yoki uni orqasidan quvlab borib, jalab uni onasi uchun so'rab olishi uchun borgan odam pizda bo'ladimi? Senga savol, birinchi savol. Ikkinchi savol, men Vektor haqida bir martagina gapirdim. Unda ham oxirgi mana shu uzrepchatiga kirganimda, unda ham nohaqlik bo'lgani haqida bir marta gapirdim. Meni Minor bilan adovatim Vektor sababli kelib chiqmagan. Men Vektor faktorini mana shu chatdan oldingi suhbatda men Vektor haqida birinchi marta gapirdim va qisqa gapirdim. Bo'ldi, shu bilan tugatdim. Men Vektorni ko'tarib yurganim yo'q. Vektor unaqa edi, bunaqa edi, unga bunaqa bo'ldi deb yurganim yo'q. O'zim haqimda gapirganman. O'zimni har doim nomimni himoya qilib, o'zimni nomimdan so'kkanman, kimni so'kkan bo'lsam va o'zini so'kkanman. O'zini va juda oshirib yuborsa, ota-onasi, oila a'zolarini so'kkanman. Hech qachon jalab vodiy yo qanaqadir yashaydigan joyini, bir bolosini haqorat qilmaganman. Senga o'xshaganlar bu tuhmatni ham uyushtirdilaring. Endi sen mana shu ikkita savolimga javob ber bo'ldi mana. Onasidan ketdim, men kimmidir, onasi uchun so'rab olaman dedi. Uyingga borib buzib tashlayman dedi. Angrenga keldi, 3 kun Angrenda bo'laman dedi. Men Angrenga o'sha telefon qilgan kunini o'zida borsam, u yo'q edi. Shunda kim pizda bo'l? Men
uni onasidan so'rab olishi uchun sharoit yaratib berish maqsadida men o'zim uni taklif qilgan joyiga 3 soat yo'lda yurib bordim. Men hech kim bilan razbordan ham, razgovordan ham qaytmaganman. Sen qara endi ko'chani pravilasini o'qiyotsan jala. Kim pizda bo'lib bo'ladi bunaqa holatda? Onasi uchun so'ra olmay qochib ketganlar pizda bo'lib bo'ladimi yo uni orqasidan quvlab borganlar pizda bo'lib bo'ladimi? Senga bu birinchi savol. Sikaman degan bo'lsam, sikaman degan so'zni jalab seni ading ham ishlatgan, seni akalaring ham ko'chada jalab senga kim xuyet qildi, Roma ukam? Sikaman o'sha bolani degan gapni ishlatgan по-любому. Shunda seni ading ham balo bo'lmi? Akalaring ham balo bo'lmi? Yaqin qarindoshlaring ham balo bo'lmi? Seni shu vaqtgacha ko'rgan odamlaring hammasi balo bo'lmi yo g'alboymi? Sen sikaman degan odam gapni eshitsang erkak kishidan, sirazi ko'tingni teshigini tasavvur qilma, senga maslahatim. U g'alboylarga yarashadi unaqa narsa, minorga yarashadi. Ko'tini teshigini tasavvur qilyapti. Men sikaman deganimda jalab teshigimni kengaytirib qo'yadi-ku, bu tasavvur qilyapti-da. Sikaman deganimda misol uchun moralniy sikishim mumkin, rapda sikishim mumkin, battleda sikishim mumkin. Tushunsanmi? Sikaman degan so'z bu privichka просто jalab ishlatiladigan kundalik hayot tarzida ishlatiladigan so'z. Imенно sikaman deganda bu jalab kimdir jalab ko'tini ochib turib analiga jalab sikib tashlash emas. Bu sikaman degan so'z bilan sikaman, battle track bilan sikaman degan ma'nolari ham bor. To'g'ri, seni miyang yo'q, sen miyaxo'rsan, zombisan. No jalab, men senga maslahatim, erkak kishidan sikaman degan so'zni eshitdingmi, jalab to'nqayib berma unga hech qachon. Tushunsan? To'nqayma. Sen Galoboydan eshitayotganing yo'q bu gapni jalab. Moralniy sikish bor. Men senga aytaman, men senlarni moralniy sikaman. Ishonganlaring Shahboz kombiyim bo'lsa, men prinsipimda qolaman. Men hech qachon bu gapimdan afsusdaman, qizishib ketdim, ming bor uzr so'rayman degan gaplar aytmaganman. Menga yarashmaydi unaqa gaplar. Gap gapirildimi, naxu javob beriladi. Senga ham aytaman, senga alam qilgan bo'lsa, domman, domman. O'zbekiston kelganingda menga aloqaga chiq. No problem. Sen bilan ko'rishib olish вообще no problem. Sen niktosan men uchun, hech kim emassan. Ro'paramga bolta uchib kelayotganda jala chap bergan bolaman deyman, tushunsan? Tanamdagi mana choklarni ko'rsang, jala o'zi sen siyib qo'yasan. Sen jala tasavvur qila olmaysan, men qanaqa shu paytgacha razborlar qilganman, sen tasavvur qila olmaysan. O'shaning uchun menga sen qochdi, instar qochyapti degan gaplarni ishlatma. Men chestim uchun o'limgacha borgan bolaman, o'limgacha. Bir o'limdan qolib qaytib kelgan bolaman, tushunsan? Menga poxuy. Men hech kimdan hayotingni sikkan joyim bor. Men gapimni eshit. Gapimni eshit. Hayotingga bo'lgan joyim bor. Men sana hayotingni gapirma. Sen meni gapingni gapirma. Qo'yman buni ko'p gapirib. Nimaga meni gapimni eshitmayapti? Men buni daxuya baltat qilganini eshitdim-ku. Roma kutamiz. Yibdan Zamechание suka bilan. sizga ham bitta zamechание Roma. Kuting, gapirib bo'ladi, keyin gapirasiz. Roma, og'zingga qo'ttag'im mana senga jalab. Eshitotsanmi? Birinchi savolimga javob ber naxuy. Ikkinchi faktimni jalab. Miyenda jalab filtrlab qabul qil. Men sendan kutaman uzr so'rashingni. Chunki sen meni pizda bo'lligimni isbotlab bera olmasam uzr so'rayman deganding. Pizda bo'l o'zi nima degani bilasanmi? Pizda bo'ldi, bani Green akangga aytasan borib turib. Sen meni pizda bo'lligimni keltirib bera olmasang, uzr so'rashingni o'z og'zing bilan aytganmisan, uzringni so'ra naxuy. Men keyin chiqib ketaman bu chatdan. Erkak jalab. Gapirib bo'ldingmi? Dalbayo'q biladi. Eshitma endi. Bo'ldi. Eshitma biladi. Sen bitta nima deydi, paradoks tonasidan ketmagansan. Bitta paradoks tonasidan ketmagansan. O'sha yerda o'tirgan bolani ham nima deydi, onasidan ketgansan. Bilad, menga qarada, sen uni o'zini so'kmayapsan, sen onasini so'kyapsan. Sen dalbayo'q bilad, ko'cha deyapsan, sizga tan dalbayo'q deb bilad. Onadan ketyapsan, dalbayo'q. Onani lotereyadan hech kim yutib olmaganini qo'y. Tushunyapsanmi? Bu nima deydi? Sani otangga aytganmi, akangga aytganmi? Bizda unday uyda tarbiya bo'lmagan. Bizda unday uyda tarbiya bo'lmagan. Sen naxu bilad, birovni asbobini ushlab chiqquncha naxu bilad. Hozir ham menaki minordika sen birovni orqasiga, o'zing naxu bilad, osilyotibsan-ki, dalbayo'q bilad, hayb ishlab bilad. Men sendan naxu uzr so'ramayman. Chunki sen birovni onasini borib sen qilib kelmagansan. Dalbayo'q, sen pizda bo'lsan. Tushunyapsanmi? Sen gapirgansan, lekin gapingga javob bermagansan naxu. Men sendan bu gapingga men uzr so'ramayman. Men aytganman. Sen pizda bo'lganini isbotlab bera olmasam, men uzrimni so'rayman deganman. Sen birovni onasidan so'kib,
Sen qilib kelmagansan. Sen o'zini so'kmagansan. Sen onasini so'kkansan. Kuba brat, gapim tugadi mani brat. Bo'ldi, endi instar gapiring gapingiz bo'lsa. Nima bo'ldi? Ovozim Tak. eshitilyaptimi? Qarang, eshitilyaptimi ovozim? Eshitilyapti, eshitilyapti. Qarang. Roma, menga qara. Xo'p, men uni onasidan so'kkan ekanman. Buni senga nima aloqang bor? Birinchidan, ikkalingni oying bir xilmi yoki egizakmisanlar paradoks bilan? Xo'p, men uni yonidagilarni so'kkan ekanman. Xo'p. Qani? Qani spros oladigan? Qani kim? Men Angrenga orqasidan bordim deyapman, qochib ketdi deyapman. Shu bilan temasi yopildi deyapman. Xo'p, onasidan ketibman, boshqa narsa qilibman. So'rab olmadi. Nu san nima maqsading sani? Maqsading nima? Sani onangdan so'kkan bo'lsam, ki, misol san so'rab ol, qochib ketmassan san balkim. San mujikdirsan, men nihoya tanimayman san. Nu sani hozir gapirayotgan gaplaring umuman o'zingga taalluqli emas. Birovlarning gapi, yana san menga birovnikini ushlab yeyish bo'yicha da'vo qilyapsan. Sen aslida vaholanki o'zing birovlarning nomidan chiqib turib menga sakrab 2 soatdan beri gapiryapsan. Men sani shaxsiyatingga shu paytgacha nimadir demagan bo'lsam, men sani onangdan ketmagan bo'lsam, sen naxuy menga instar qochma, kir, pizda bo'ldigingni isbotlab beraman. Menga qara, sen pizda bo'ldigingni isbotlab beraman deyapsan. Qara, pizda bo'l so'zini o'zi aslida ma'nosini bilib ol. Pizda bo'l bu o'sha yashil akangga o'xshagan yalaqalaga aytiladi-da, tushunsan? Sen shuni isbotlab bera olmasan degansan, uzr so'rayman degansan. Davay, sen isbotlab bera olmading mani pizda bo'ldigimni, sen isbotlab bera olmading. Davay, endi uzringni so'ra. Hech qachon isbotlab ham bera olmaysan unaqa narsani. Sen gapirayotgan gapingga bundoq o'ylaginda, filtrla, kimga gapiryapman men? Kim bu qarshimda turgan odam? degan fikrlarni keltirganda sen, tushunsan? Sen uzr so'rashing kerak. Sen mujikmisan, keltirib bera olmading, uzringni so'ra. Men keyin chiqib ketaman chatdan. Bo'ldi, shu senga sovet. Men senga aytyapman, birovni onasidan ketib, sen qilolmagansan. Sen bu yerda, misol uchun, menga nima gaping bor deyapsanmi? Mana eshit naxuy. Dalboyev, sen hammani gapiryapsan bu yoqda. Hammangni sikaman deyapsan. Hammangni deyapsan. Dalboyev bilet. Senga emas naxuy, tushundingmi? Hammani qilish senga emas naxuy. Tushundingmi? Sen o'zing uchun, o'zing uchun o'zing javob ber. Tushunyapsanmi? U sen hammangni deb gapirma naxuy. O'sha sen boshlagansan, eshitib tur. Boshlagansan. Короче, kommentatorlar haqida boshlagansan. Lekin undan keyin sen hammangni degansan. Tushunyapsanmi? Hammangni degansan. Men seni ham nima deydi, borib yoki kanalingni xuy yozmaydi. Короче, men u yog'ingga borib, men gapirmaganman, yozmaganman naxuy. Sen hammangni deyapsan. Tushunyapsanmi? Xo'p, icho. Sen o'shan uchun Rossiyadan turib mendan onlayn chatda spros olyapsanmi shunga? Men qara, men borsam ham men sen bilan ko'risha olaman ham. Tushunyapsanmi? Menga har doim gapimga javob berganman, javob beraman men har doim. Kutaman. Men boraman, men javob beraman gapimga. Men senga xuddi sen aytgandek, men ham u boshqalar emasman. Men gapirman, qochib ketmayman men. Har doim men gapimga javob berganman. Ana, baraka top. Kumiringni qochib ketganini tan oldik mana shu gapingda. Qara, qochib ketganlarni qara. Roma mana senga qara. Cho'tki gapiraman. Qara, eshit. Mana oxirgi gapimni eshit. Paradoksni qo'shma menga. Menga paradoksni qo'shma. Sen shuni orqasidan chiqyapsan-ku. Sen onadan ketgansan deyapman. Men senga birovlarning onasidan ketgansan dedim. Men senga naxuy senga nima deydi? Senga men naxuy biladi. Men paradoksni orqasidan chiqdim deganim yo'qman men senga. Men senga aytayapman, birovlarning onasidan ketgansan deyapman. Hammani qo'shib gapirgansan.
San nima aloqang bor birovlarning onasidan ketgan bo'lsam, o'zim uchun so'rab ololmaydimmi? San o'shalar onasidan ketgansan. Man sendan so'rayapman. Nimaga sen Hop, javob senga bera po'q olmayapsan qo'ymasmi gapimga? senga? Po'q qo'ymasmi senga bu kim Sen onasidan ketgan? dalboyobmisan bilan? Sen dalboyobmisan naxuy bilan? Sen bilan Sen ular nima onasi uchun deydi? javob Efir berasanmi? Sen ular ey, onasini qo'riqlab yurasanmi? Onadan ketgan bo'lsam, значит, loyiq o'sha narsaga. men qara, Tushunsan? sanda ona bormi? Sanda ona bor. Alhamdulillah, bor. Ovoz o'chib Bormi? qoldi-yu buni. Sanda bor. Ona bor. Ha, naxuy bilan birovdan onadan ketgansan. Ularning aybi bor chunki. Eshitilyaptimi meni gapim? Qara, menga qara. Tarbiya haqida gapiryapsan, mahallang haqida gapiryapsan, qanaqa tarbiya olganing. Mani tarbiyam чисто мужской tarbiyada. Sen menga birov onasidan ketyapsan, madaniyat ma'rifatingni o'qimas. Men ketganmanmi? Значит, shu darajaga olib borgan. Tushunsan? Shu darajaga olib borgan. Sen ularni onasi uchun so'rab ololmaysan. Bunga hech qanaqa taraflama, ko'cha taraflama ham, boshqa taraflama ham umuman haqqing yo'q, chunki sen uni egizak emassan. O'zi qochib ketgan. Sani bu yerda maqsading ham yo'q. Birovlarni so'kkanim uchun sen mendan onlayn chatda просто mazgini qotirib o'tiribsan, xolos. Qo'lingdan hech nima kelmaydi. Ovora bo'lma. Hammangga deganimni men boya asoslab berdim. Nimaga gapirganim, nimani nazarda tutganimni men hammaga yasni qilib keltirib berdim. Bu yerda mana neytral inson gapirsa endi zaybal, sen hech narsani tan olmas ekansan. Bo'ldi, men bu nima birat gapirsin, Quvonchbek. Assalomu alaykum. Gapiringlar bolalar, gapiringlar. Nima fikrdasizlar ikkalasini bo'layotgan muhokamasiga? Mani insonga savolim bor bitta. Yo, fikrlaringni bildiraylik, keyin savolni beraverasizlar. Vaqti bo'lsa hammasini fikrlaring qanaqa mana bu Roma bilan Instarni muhokamasiga? Maylimi men gapirsam? Gapiring, eshitamiz. Sizlardan so'rayapmiz biz. Nistar akani bir tarafdan gaplar to'g'ri, lekin so'kkanlari nomaqbulda. Gaplari to'g'ri u kishini. Ota-onang boqopti deganlar to'g'ri aytibdilar. Qaranglar bolalar, Men endi shu narsa hammani tegib o'ziga ketibdi yarasha, boshqalarga. qarang, mana hammani o'ziga yarasha xarakteri bo'ladi, to'g'rimi? Sizda ham xarakter bor, menda ham xarakter bor. Shunaqa odamlar borki, sizlarning atrofingizda, masalan, bitta o'ziga nisbatan negativ narsani eshitdimi, misol haqorat, qanaqadir yoki qanaqadir adolatsizlik, o'shanga chidolmasdan portlab ketadigan odamlarni ko'rganmisizlar mana faoliyatinglar davomida? Chidolmasdan. Assalomu alaykum, Nozif yaxshimisiz? Charchamaysiz, rahmat. O'sha odamlar qatorida men ham borman-da, tushunasizlar. Men tez reaksiya beraman любой narsaga. Miya masalan adolatsizlikni ko'rsa, o'zimga nisbatan, tim более ota-onamga nisbatan haqoratni ko'rsam, men chidab tura olmayman. Hech qachon uxlamayman, o'sha kuni uxlolmayman. Tushunasizlarmi? Shu darajada tirniydi ichimda. Ichimda bir mani maxluq bor-da, tushunasizlarmi? Tasavvur qilishingiz uchun. Mani tirniydi o'sha kechasi bilan, tushunasizlarmi? Azart degan narsa o'shandan kelib chiqadi. Trekla degan o vahshiyona ovoz ham o'shandan kelib chiqadi. Men agressiv insonman. Shuning uchun battle rap tanlaganman. Agressiyamni chiqarish uchun, tushunasizlarmi? Mendan hech qachon, men sizlarga aytaman, hech qachon menga negativ yozdinglarmi, qayerdadir so'kib qo'ydinglarmi, hech qachon yaxshi gap kutmanglar bolalar. Mana masalaga o'zimni bosib olgan holatda aytaman. Po'xuy, meni kelib kimdir o'ldirib ketadimi, otib ketadimi, yoqib yuboradimi, menga po'xuy, men shunaqa yaralganman. Tushunasizlarmi? Men chidab tura olmayman. Men adinxuy gapiraman. Peshonamga pistoletini tirab tursa ham yuziga tupuradigan odam men bo'laman. Tushunasizlarmi? Men unaqa detskiy o'yinlarga, anaqalarga vaqtim yo'q. Menga 1 gram hech kimdan hayp ham kerak emas, boshqa narsa ham kerak emas. Men Kuba bratga o'sha kuni ham aytdim, agar mendan hayp holatni bu deb o'zini da'vosini qo'yayotgan bo'lsa dedim,
kim kuchliligini bilib olish uchun man Kuba minor bor joyda yopiq battle qilamiz, hech qayerga chiqmaydigan dedim kerak bo'lsa. Agar men hype xohlayotgan bo'lganimda bu variantni bermagan bo'lardim bolalar. Sizlar mani Men pozitsiyamdan agar xohlamaydigan bo'lsang, korоче, o'zida gapir. To'xtab tur, endi sen to'xtab tur. eshit Gandon, Sen- eshit. Sen o'ziga gapir naxoy bo'lmasa. O'ziga gapir naxoy bilan muxlislarni qo'shib, sen korоче zombilar bilan, senga emas naxoy bilan. Nima sen bilan muxlislarni qo'shyapsan? Seni muxlislaringdan nima deydi? Sen muxlislaringdan bolalar ham bor, ular bilan ham borki, mana shu yerda chatga o'tirib gaplashamiz normalniy. Lekin sen naxoy bilan hammani ushtirayotgan o'zing bo'lasan. Nima deydi? Hamma joyda sen zombi deyapsan, boshqa deyapsan. Dalbayob bilan o'sha nima deydi? O'shani vignit qilib yuborsang, короче, spam beraversang bo'ladi o'shalarga. Spam beraversang bo'ladi. O'sha minor bilanmi seni batling? Minorga gapir. Senga hech kim gapirmaydi. Sen o'ziga gapir. Nima biladi? Muxlislari bilan zombi meni oldim. Sen erta aytma bu yerda. Erta aytma bu yerda. Sen o'zing haqingda gapiryapsan. Sen o'zing haqingda umuman nima deydi? Bu yoqda umuman qiziq emas. Sen gaping bo'lsa gapir normal. Menga qara. Men senga mana o'zimni bosib olib tushuntiraman. Sen meni o'rnimga qara. 1 daqiqaga o'zingni qo'yib ko'r. Men senga tushuntirib beraman. Tasavvur qilsan, rappersan. Battle MCsan. Battle'da darajang yaxshi, urovening zo'r. Oldimga chiqqanini yoraman degan sostoyaniyasan. Sani kommentariyingda 5 yildan beri 5 yil mana hisoblaydigan bo'lsak 2020 dan boshlandi desak 5 yil davomida har xil haterlar sani kommentariyangga kirib onangdan haqorat qilsa, otangdan haqorat qilsa, bittasiga spam berarsan, ikkitasiga spam berasan, uchinchisi, to'rtinchisi 5 yilda bilasanmi men nechta odamga spam berganman? Menga spam qilishni o'rgatish shart emas, Roma. Men ham bilaman, jala Telegram ishlatib yurgan odamman. Mani bu yerda salla to'xta, eshit qara. Mani bu yerda sallaga zombi deb da'vo qilishim buni asosi bor. Men o'zimdan o'zim gapirmayman. O'zimdan o'zim gapirmaganman hech qayerda. Asosi qara, sen bitta odam uchun, mana kumirina minor uchun sen birovni kommentariyasiga kirib, uni onasidan haqorat qilyapsan-da, tasavvur qil, onasidan haqorat qilyapsan, otasidan haqorat qilyapsan-da, orqasidan minor seni yoradi, u yoqda olsan, asanda minorni kontakti ham bilmaysan ham bu Telegramda mavjud odam emas, qanaqadir eski zamonning odami, o'sha paytda sen reski atvet qaytarasan ana odamga, "Ey, kimsan sen? Minoringga qo'shib chiqaman, din naxoy bo'lib o'tdan" deysanmi yo'qmi? Chesting bo'lsa shunaqa deysan. Manda ham xuddi shunaqa holat bo'ldi. Salla buni ko'pirtirib, vohimalashtirib, sen unga so'kding, bunga so'kding, uni qilding, buni qilding deb yuribsan. Amma bu время mani gapimni eshiting, mana qara. Men senga ham normalniy gapiryapman, so'kinmayapman. Mana chotga gapiryapman, qara. Sani nima deydi? Qilgan xatoying. Men o'zi chiqib ketgandim, men Uzrepdan chiqib ketgandim. Umuman gruppaga ham kirmay qo'ygandim. Sen prosta mana bu yerda oxirgi intervyuda men 10 kun bo'ldi. 10 kun avval gapirgansan, intervyu bergansan, to'g'rimi? Ana shu intervyuda sen aytgansanki, hammangda deb sen boshida to'g'ri. Men gapingni tan olaman. Boshida aytgansan. Bu menga haterlik qiladigan odamlarni deb ketgansan-da, keyin hammangda deb gapirgansan. Tushunyapsanmi? Hammangda deb gapirgansan. Misol uchun men senga mana o'g'il bola chestimni qo'yib o'rtada, короче, любой narsani qo'yib men senga javob beraman. Men seni nima dedi? Biron joyda men yomonlagan odam emasman. Borib, seni kommentariyangga yoki gapirgan odam emasman. Mana Kuba bratdan biladilar. Kuba brat bilan ham o'sha kuni gaplashgandik. Men sen bilan o'zi normalniy gaplashmoqchi edim, to'g'risi. Umuman o'zi mana shu haqida men senga oddiy gapirmoqchi edim. Lekin kecha birisi o'rtamizda mana bunday konflikt bo'lib ketib qoldi. Men ham qizishib ketdim, sen ham qizishib ketding. Lekin nima deydi? Men seni muxlislaringga yoki nima deydi? Men gapirganim yo'qman. Sanlarni ana qilaman, unday qilaman, hammangni deganim yo'qman. Lekin sen nima deydi? Hammani qo'shib gapirma. O'sha nima deydi? Sen gapingga ayt. Mana bu gapim sen haterlarga edi. Sen
nahvoy menga yozyapsan yoki bo'lmasa o'sha minor bilan bo'layotgan bo'lsa problemang minorni o'ziga gapir. Bu hammani qo'shib gapirma. Qara. Hammani Bo'ldimi, hammani tugadimi qo'shib gaping? gapirma. Ha. Bo'ldimi? Qara. Men hammani deganimni sen o'zing gaping bilan aytib turibsan. Gapi boshida deyapsan, menga xeyterlik qilganlarni deb boshlading deyapsan. Men именно o'shalarni Da. nazarda tutganimni qaytadan eshitsang ham tushunib olasan. O'sha chatda sen yo'q eding, menga qanaqa so'kishlar kelayotganini, qanaqa haqoratlar kelayotganini sen o'zing ko'zing bilan ko'rmagansan. Chatda o'tirganlar senga ommaviy ravishda shunaqa so'kinishlar qilib o'tirganida, sen u yerda bitta sanab o'tirmaysan ularni, hammani deysan. Tushunyapsan? Mana mana shu gap. Ikkinchidan sen kecha konflikt bo'lib ketib qoldi do'stsan. Men sen bilan hech qachon gaplashmaganman. Men sen o'rtog'ing emasman, boshqa narsa emasman-da. Gruppaga kiryapman, sen yozyapsan. Chatga qo'shil deb. Buni Yo, qanaqa unday tushunish demadim. kerak? To'xtab turgin. Yo, unday ko'pirtirib gapirma. Unday deganim yo'qman men senga. Men senga oddiy yozdim. Men senga nima dedi? Yo so'kib yozmadim, yo narsa qilmadim. Men chatga kir naxoy demadim men senga. Chatga kirgin dedim men senga. Men senga oddiy yozdim. O'sha paytda men sen bilan yaxshi gaplashib olmoqchi edim. Men sen bilan Mana yaxshi qara, gaplashib o'sha olmoqchi edim. gapni qara, sani mana misol nuqta qo'yamizki, jalab suhbat cho'zilib ketdi. O'sha gapni mana aytolsan, hammani degansan deyapsan, o'sha gapni men gapirganman. Men senga o'zim og'zim bilan aytolman. Men именно zombilarni nazarda tutganimni senga aytolman. Bo'ldimi? Savolingga javob topdingmi? Da, okey. Men shu narsani o'zi gaplashib olmoqchi edim. Undan keyin kattalashib ketib qoldi. Bo'ldi, mana u auditoriya fikrini bildirsin. Mani biladiganlar juda yaxshi biladi. Men minorni muxlisiman aka, lekin sizni ham eshitaman degan odamlarga har doim hurmat bilan muomala qilganman, hurmatini joyiga qo'yganman. Hattoki men minorni ashaddiy emas, donator fanatlariga bir ikkitasiga misol proyektni ham qilib berganman. Chunki odam bilan odamning farqi bor. 5 ta barmoq bir xil emas. Zombi deganimni sen o'zingga tushuntirdim boya. Zombi deganim bu birovni buyrug'iga asosan birovni haqorat qiladigan onasidan. Meni ham chestim bor senga o'xshagan. Men ham erkak kishiman. Men ham butun ommadan men necha mingtadir odamdan ota-onamga so'kish eshittirib o'tirishga men chidolmayman. O'sha paytlarda men o'shalarni hammani degan gaplarni ishlatgan bo'lishim mumkin. Va lekin men u gapimni qaytarib oldim ham demayman, boshqa narsa ham demayman. Lekin именно kimlarga aytganimni senga tushuntirib berdim. O'zing tushungan bo'lsang bo'ldi. Men tushundim. Lekin qara, problemani o'zi bilan hal qilgin. Men senga nima dedi, yomonlik anaqam yo'q. Kuba brat bilan o'sha kuni gaplashgan paytda men aytdim. Bu gapni Kuba bratdan tasdiqladi. Men o'sha kuni aytgandim. Bu instar dedim, nima dedi? Battlega dedim, достойный bo'ladi dedim. Короче, nima dedi? Chotki battle bo'ladi deb bu narsani короче gaplashdi. Bu anaqa bilan Kuba brat bilan. Men o'sha kuni o'zi yaxshi anaqa bilan kelgandim. O'zi bitta mana shu nima dedi? Melichovkaning o'rtasida mana shunday narsa bo'lib ketdi. O'shanga men senga nima dedi? Iltimosim deydimi yoki nima dedi? O'zing tushunasan, hammani qo'shib gapirma. Bu nima dedi? Misol uchun seni ham eshitadiganlar bor. Xuddi o'zing aytganda minorda ham eshitadiganlar bor. Bu minor bilan problemam bo'layotgan bo'lsa, minor bilan hal qilib olgan. Bu nima dedi? Bu yerda mana bu eshituvchilar, bu oddiy eshituvchilar bular. Hamma oddiy eshituvchi. Men ham eshitaman. Men o'zim nima dedi? Men kirmayman. Mani o'zimga yarasha nima deydi? Mablag'im bor nima dedi? Men odamlarni o'ylashiga qaraganda ancha men ko'p nima dedi? Maqtanish emas u, kibr emas u. Men o'zimga yarasha emas, so'qqa topaman. Nima dedi? Men o'zim kirgim kelmaydi. Lekin yaxshi ish emas deb o'ylayman. Bu hammani gapirish, lekin yaxshi ish emas. To'ppa-to'g'ri, yaxshi ish emas. Men ham ko'zim uchib turmaydi chatga kirib hammani deb gapirishga. Men ham ertalabdan turib buni plan qilmayman hech qachon. Bu narsa nimadan shakllanadi bilasanmi? Misol uchun chatda o'tiribsan, chatda seni hamma og'ziga kelgan hamma so'kishlar bilan haqorat qilayotganda sen o'shalarni hammasiga murojaat qilasan. Men seni tushundim. Yaxshi tushundim. Mana yaxshi gapirsang, mana yaxshi, men ham normalniy bo'laman. Hayotda meni muomalamni hamma bilgan biladi, misol uchun.
mana tushundim man seni. mana Qara, e, tushundim. Man seni hammani degan gaplarni bo'ldi, men gapirmayman. Keyin mana sen aytyapsan, men senga tushuntirdim, o'zing tushungan bo'lsang bo'ldi. man tushundim. Mana shu yerda o'tirgan bolalar ham bor. Men bilan ko'p gaplashadigan mana admin ham bor. Mana shu bolalardan ham so'rasang ham aytib beradi. Meni ham u sukuni nima deydi, anaqa qiladigan mana bu yosh bola emasmi? Nima deydi? Mana bu og'zidan adi kirib badi chiqadigan. Men o'zimga nima deydi, gapirsam gapimni keyingisini men o'ylab turaman. Nima deydi, o'ylab men gapiraman. No просто nima deydi? Shu gap sen bilan qo'ygin, hammani qo'shib gapirma, ikkalamiz o'rtamizda anaqa bo'lmasin, problema bo'lmasin. No, bazara nol. Короче, men O'zbekistonda hali borish niyatim bor. O'zim ko'p yildan beri Rossiyadaman, просто 10 yildan o'tib ketdi. Ozroq o'zbekcha aksentim neto'g'ri, bir ikkita so'zlarga men unutib qolaman. Ruschada normallayman. Bo'ldi, qara. Короче, mana shunday. Sen bilan kelishib oldik degan umiddaman. Bo'ldi, qara, menga qara. Bo'ldi, bemalol soqqangni qil, bos mazgini qil. Toshkentga kelganingda mana har doim mana shu ishkam ochiq, pulli ko'rayman, misol ko'rishman, misol gaplashib olamiz, farqi yo'q. Senga tushuntirdim, mana shu yerdagi odamlar ham hammasi o'sha yerda bo'lgan vaziyatni tushundi degan umiddaman. Men oilangga yoki nima deydi, Manchesterga tegib anaqa qilmadim men. Gapirmadim. Nima deydi? U yoki men zadniyni beradiganim yo'qman, yoki anaqa qiladiganim yo'qman. Men o'zi Toshkentga borib, men Toshkentga uchaman har doim. Men nima deydi, borgan paytda men senga aloqaga chiqaman. Meni tanigan, bilgan odamlar meni juda yaxshi biladi. Men har doim gapimga javob bergan bo'laman. Men просто men ismini aytib o'tirmayman. Men u bolalardan emasman. Har doim gapimga men javob berganman. O'sha nima deydi, borgan paytda ham sen bilan nima deydi, ko'rishib olaman. Bu narsani nima deydi, men po faktu keltirib ham beraman bu narsani.